Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va ushbu videoni hozirda tomosha qilayotgan qadrli do'stlar. Bugun men siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu har biringizning oilaviy byudjetingizga, shaxsiy farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozir aytadiganlarimni diqqat bilan tinglang, chunki bu ma'lumotni bilmaslik afsuski sizni juda katta miqdordagi mablag'dan mahrum qilishi mumkin. Agar siz shu daqiqada menga e'tibor qaratmasangiz, yaqin kelajakda pul yo'qotishingiz xavfi juda yuqori. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va ushbu ma'lumotni o'zingizga yaqin deb bilgan barcha insonlarga ulashing. Chunki bu xabar har bir fuqaro uchun nihoyatda muhimdir. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday o'zgardi? Oldinlari ko'plab ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar, aytaylik, bolalar uchun beriladigan pul yoki kam ta'minlangan oilalarga yordam turlari ma'lum bir tartibda avtomatik tarzda, ya'ni sizning alohida arizangizsiz berilardi. Ba'zi holatlarda bu to'lovlar avtomatik uzaytirilardi yoki sizning holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, davlat idoralari o'zlari ma'lumotlar bazasidan tekshirib xulosa chiqarishardi. Biroq bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgarganini kuzatishimiz mumkin. Davlat xizmatlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimida yangi tartiblar joriy etilmoqda. Endilikda ko'plab qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va imtiyozlarni olish uchun sizdan majburiy ravishda ariza talab qilinadi. Ya'ni siz davlat idoralariga o'zingiz murojaat qilib, tegishli hujjatlarni taqdim etmasangiz, hatto sizga qonunan tegishli bo'lgan pul mablag'lari ham sizga berilmaydi. Bu o'zgarish nafaqat yangi turdagi nafaqalarga, balki ilgari avtomatik tarzda berilgan ba'zi to'lovlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Afsuski, ko'pchilik bu o'zgarishlardan bexabar qolmoqda va shu sababli o'zlariga tegishli bo'lgan haqli pullarni ola olmayapti. Bu haqiqatni iloji boricha ko'proq odam bilishi kerak. Asosiy qism kim uchun bu ma'lumot muhim va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Bu ma'lumot birinchi navbatda barcha nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar, yolg'iz onalar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar. Ya'ni davlatdan biron bir turdagi moliyaviy yordam kutayotgan yoki olishi mumkin bo'lgan har bir fuqaro uchun nihoyatda muhimdir. Agar sizning oilangizda farzandlar bo'lsa, agar sizning daromadingiz ma'lum bir minimal darajadan past bo'lsa, agar siz nogiron bo'lsangiz yoki nogironligi bor oila a'zoyingiz bo'lsa, agar siz o'zingizni ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhga kiraman deb hisoblasangiz, demak bu video aynan siz uchun. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning daromadingiz yetarli darajada yuqori bo'lsa, agar siz ijtimoiy nafaqalarga umuman qiziqmasangiz, agar sizda davlatdan biron bir turdagi yordam olish huquqi yo'q deb hisoblasangiz, unda sizga ushbu ma'lumot hozircha unchalik dolzarb bo'lmasligi mumkin. Biroq hayotiy vaziyatlar har doim o'zgarib turadi. Shuning uchun bu ma'lumotni eslab qolishni yoki boshqalarga yetkazishni maslahat beraman. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik. Misol 1, bolalar nafaqasi uchun yangi tartib tasavvur qiling. Dilnoza ismli yosh ona, uning 2 nafar maktab yoshiga yetmagan farzandi bor. Oldinlari u har yili bolalar nafaqasini olish uchun g'aznachilik bo'limiga murojaat qilardi va uning nafaqasi avtomatik tarzda uzaytirilardi yoki juda soddalashtirilgan tartibda yangilardi. Ammo shu yilning boshidan boshlab yangi tartib joriy etildi. Unga ko'ra, bolalar nafaqasini olish muddati tugagandan so'ng keyingi davr uchun uni davom ettirish maqsadida har safar fuqaro mustaqil ravishda, ya'ni o'zi tashabbus ko'rsatib, mahalladagi ijtimoiy himoya markaziga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, yangidan ariza topshirishi shart etib belgilandi. Dilnoza bu o'zgarishdan bexabar edi. Uning fikricha oldingidek nafaqa puli avtomatik ravishda uning kartasiga tushishi kerak edi. Lekin bir oy keyin 2 oy o'tdi, nafaqa kelmadi. Dilnoza xavotirlana boshladi va mahalladagi qo'shnisidan so'radi. Qo'shnisi unga yangi tartib haqida tushuntirdi. Dilnoza tezda borib ariza topshirdi. Ariza qabul qilinib, keyingi oydan nafaqa tayinlandi. Ammo birinchi 2 oyda u olishi kerak bo'lgan, aytaylik, har bir farzand uchun 2000 ming so'mdan jami 100 ming so'mdan ikkinchi oy uchun yana 700 ming so'm, ya'ni 1 ming so'm pullarni yo'qotdi. Chunki nafaqa avtomatik ravishda tayinlanmaydi va uning o'tgan oylar uchun qayta hisoblanib berilishiga imkoniyat yo'q. Bu uning oilaviy byudjetiga jiddiy ta'sir qildi. Sababi oddiygina ariza bermaganlik. Misol 2. Energiya resurslari uchun subsidiya Farhod aka, keksa yoshdagi nogironligi bor inson. Uning nogironligi tufayli uy-joy kommunal xizmatlari to'lovlari
gaz, elektr energiyasi. Suv uchun qonunan ma'lum bir foizda kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqi bor edi. Ilgari bu to'lovlar uning nafaqasidan avtomatik ravishda chegirib tashlanardi yoki uzoq yillik arizasiz davom etardi. Biroq hukumat yangi tizim joriy qildi. Endilikda subsidiya olish uchun har yili yoki ma'lum muddatda nogironligi bor shaxslar o'zlari davlat xizmatlari markaziga borib subsidiya olish uchun murojaat qilishlari. Ya'ni tegishli ariza topshirishi va bunga o'zining nogironlik guvohnomasi nusxasi, pasport nusxasi, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma va daromadlari haqidagi deklaratsiyani ilova qilishi lozim. Farhod aka bu yangilikdan butunlay bexabar edi. Uning yoshi o'tganligi va eshitishi og'irroq bo'lganligi sababli mahalladagi e'lonlarga ham e'tibor bermagan. Natijada 6 oy davomida u o'ziga tegishli bo'lgan, aytaylik, har oyda 1,5 million so'mdan jami 9,5 million so'm subsidiya pullarini ola olmagan. Uning pensiyasidan kommunal to'lovlar to'liq miqdorda ushlab qolingan. Bu uning uchun katta yo'qotish bo'ldi. Chunki u nafaqa puliga kun ko'rardi. Bu yerda ham muammo oddiygina ariza bermaganlikda edi. Misol 3 kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam, Olimjon va uning rafiqasi Gulchehra 4 farzandi bor kam ta'minlangan oilalar. Ularga har chorakda moddiy yordam tayinlanishi mumkin edi. Ilgari ularning mahallasi bu oilani ro'yxatga kiritib, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berardi ba'zi hollarda. Mahalla faollari o'zlari ularning nomidan zarur bo'lgan arizalarni to'ldirishga ko'maklashardi. Ammo hozirgi kunda shaffoflikni oshirish va korrupsiyaning oldini olish maqsadida har bir oila moddiy yordam olish uchun davlat xizmatlari markaziga mustaqil ravishda shaxsan o'zlari murojaat qilishlari va hujjatlar paketini topshirishlari shart. Bu tartibga ko'ra har bir chorak yakunda yangi ariza berilishi lozim. Olimjon va Gulchehra buni bilmasdan oldingi chorakda yordam olganliklari uchun bu chorakda ham avtomatik tarzda beriladi deb o'ylashgan. 2 oy o'tib moddiy yordam tushmagach, ular mahallaga murojaat qilishdi. Mahalla xodimi ularga yangi tartibni tushuntirib, davlat xizmatlari markaziga borishni tavsiya qildi. Oilaning 2 oylik moddiy yordami. Har bir oila a'zosi uchun aytaylik 200 ming so'mdan 4 farzand plus 2 ota-ona 6 kishi jami 1200 ming so'm bo'lsa, 2 oy uchun 2400 ming so'm yo'qotildi. Bu kam ta'minlangan oila uchun katta miqdordagi pul edi. Chunki ularning har bir so'mga ehtiyoji bor edi. Yana bir bor sabab ariza yo'qligi. Ushbu misollardan ko'rinib turibdiki, davlat tomonidan ajratilayotgan. Sizga qo'ldan tegishli bo'lgan pullarni olish uchun hozirgi tizimda sizning faol ishtirokingiz, ya'ni o'z vaqtida ariza berishingiz zarur. Aks holda ushbu mablag'lar shunchaki ajratilmaydi va siz ularni ola olmay qolasiz. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri byurokratiyani kamaytirish, to'lovlar manzilliligini oshirish va ortiqcha xarajatlarning oldini olishdir. Davlat endi shunchaki taxminiy hisob-kitoblar asosida pul tarqatmasdan, aniq murojaat qilgan va ehtiyojni hujjatlar bilan tasdiqlagan fuqarolarga yordam berishni maqsad qilgan. Bu bir tomondan adolatli tuyulishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan bu haqda bilmaydiganlar uchun og'ir sinovga aylanmoqda. Istisnolar, nozik jihatlar va ko'zdan chetda qolishi mumkin bo'lgan holatlar endi esa bu qoidaning ba'zi istisnolari va ko'zdan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Ba'zi to'lovlar hali ham avtomatik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu juda kam holatlarda va odatda maxsus holatlarga, masalan, birdaniga katta guruhga to'lovlar yoki juda aniq ro'yxatga olingan shaxslarga tegishli bo'ladi. Masalan, harbiy xizmatchilar yoki davlat xizmatchilari uchun ma'lum bir qo'shimcha to'lovlar tizim ichida avtomatik tarzda hisoblab berilishi mumkin. Lekin bu oddiy fuqarolar uchun ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq emas. Muhim nozik jihat ma'lumotlarning yangilanishi. Siz ariza berdingiz, lekin arizangizga ilova qilgan ma'lumotlaringiz, masalan, oila tarkibi, daromadlar miqdori, yashash joyi keyinchalik o'zgarishi mumkin. Ko'pchilik o'zining daromadi oshsa yoki oila tarkibida o'zgarish bo'lsa, bu haqda davlat idoralariga xabar berish kerakligini bilmaydi. Agar siz avval kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsangiz va moddiy yordam olgan bo'lsangiz, ammo keyinchalik daromadingiz oshsa va siz bu haqda xabar bermasangiz, siz noto'g'ri ma'lumot bergan hisoblanasiz va nafaqani noto'g'ri olganlik uchun kelajakda uni qaytarishingiz talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarish yuz berganda darhol tegishli organga xabar berish lozim. Elektron ariza berish va davlat xizmatlari markazlari afzalliklari va kamchiliklari.
Hozirgi kunda aksariyat arizalarni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali elektron tarzda berish mumkin. Bu juda qulay, lekin elektron arizada biron bir ma'lumotni noto'g'ri kiritish, hujjatning noto'g'ri yuklanishi yoki tizimda texnik nosozliklar tufayli arizangiz rad etilishi mumkin. Bu holda siz sababini bilmasdan nafaqa pulini kutib yurishingiz mumkin. Shuning uchun elektron ariza topshirgandan so'ng uning holatini muntazam ravishda kuzatib borish juda muhim. Agar tizimda rad etilgan yoki qo'shimcha hujjat talab qilinadi degan xabar paydo bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Ariza berish muddatlari va ularni o'tkazib yubormaslikning ahamiyati. Ko'plab nafaqalar va to'lovlar uchun ariza berishning aniq muddatlari mavjud. Masalan, bolalar nafaqasi har 6 oyda yangilanadi. Agar siz 6 oylik muddat tugagandan keyin, aytaylik, 1 oy o'tib ariza topshirsangiz, siz o'sha 1 oylik nafaqa pulini yo'qotasiz. Chunki nafaqa odatda ariza bergan oydan boshlab hisoblanadi. Barcha tegishli muddatlarni diqqat bilan kuzatib boring va ularni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Eslatgichlar o'rnatish, kalendarga belgilash juda foydali bo'ladi. Men arizani berganman, lekin natija yo'q holatlari. Ba'zida fuqarolar arizani topshirishadi, lekin uzoq vaqt davomida javob ola olmaydilar. Bu davlat xizmatlari markazlarining bandligi, texnik nosozliklar yoki arizada biron bir xatolik borligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda shunchaki kutib o'tirmasdan faollik ko'rsatish zarur. Ariza holatini yana bir bor tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga qayta murojaat qiling yoki 1001 ko'rimtakish raqamli yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qisqa telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiriting. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beramiz. Sizga bu ma'lumotlar foyda keltirishi uchun nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosib o'tishingiz lozim? 1. Vaziyatni aniqlang. Siz qanday turdagi qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar yoki imtiyozlarga haqlisiz deb hisoblaysiz? O'zingizning ijtimoiy holatingizni tahlil qiling. Kam ta'minlangan oilamisiz? Oilangizda nogironligi bor shaxs bormi? Yolg'iz onamisiz? Bolalaringizning yoshi qancha? Davlat tomonidan beriladigan qaysi yordam turlari sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Buni aniqlash uchun Adliya vazirligining hujjatlar bazasi, Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy saytlari yoki My.Department ijtimoiy himoya bo'limini o'rganishingiz mumkin. 2. Ma'lumot to'plang. Sizga qaysi turdagi nafaqa yoki to'lov kerakligini aniqlagandan so'ng, u haqida batafsil ma'lumot to'plang. Bu to'lovni olish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi? Masalan, pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, daromadlar haqida ma'lumotnoma, uy-joy kadastr hujjatlari, nogironlik guvohnomasi. Ariza berish tartibi qanday? Davlat xizmatlari markazi orqalimi? Davlat xizmatlari portali orqalimi? Yoki mahalliy hokimiyat organlariga to'g'ridan to'g'rimi? Ariza berish muddatlari bormi? Agar bo'lsa, qachongacha? Bu ma'lumotlarni Davlat xizmatlari markazining rasmiy saytidan, My.gov.uz portalidan, Adliya vazirligining Telegram kanallaridan yoki bevosita Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib olishingiz mumkin. Shuningdek, mahallaning ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassis bilan ham maslahatlashish foydali bo'ladi. 3. Hujjatlarni tayyorlang. Talab qilingan barcha hujjatlarni to'liq va tartibli qilib yig'ing. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlang. Ba'zi hollarda asl nusxalarni ko'rsatish va nusxalarni topshirish talab qilinadi. Barcha ma'lumotlarning aniq va to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Noto'g'ri yoki eski ma'lumotlar arizangizni rad etilishi olib kelishi mumkin. Ba'zi ma'lumotnomalarni, masalan, oila tarkibi to'g'risida mahaldan yoki davlat xizmatlari portali orqali olish mumkinligini yodda tuting. 4. Arizani to'ldirish va topshirish. Aniq ko'rsatmalar bo'yicha arizani to'ldiring va topshiring. Davlat xizmatlari markaziga shaxsan borsangiz, u yerdagi xodimlar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi. Savollar tug'ilganda so'rashdan tortinmang. Agar My.Gov.uz orqali elektron ariza topshirayotgan bo'lsangiz, har bir bo'limni diqqat bilan o'qib chiqing va to'g'ri ma'lumotlarni kiriting. Kerakli hujjatlarni skaner qilingan yoki sifatli suratga olingan holda yuklang. Faylining o'lcham va formati, masalan, PDF, JPEG bo'yicha talablarga rioya qiling. Arizani topshirgandan so'ng, uning ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi tasdiqnomani qog'ozda yoki elektron shaklda oling va saqlab qo'ying. Bu keyinchalik arizangiz holatini kuzatish uchun kerak bo'ladi. 5. Natijani kuzatib boring.
Arizangizning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Moybank Akov. Uz portalida mening arizalarim bo'limi orqali arizangizning statusini ko'rishingiz mumkin. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirgan bo'lsangiz, ularning telefon raqamlari orqali yoki shaxsan borib murojaat qiling. Agar arizangiz rad etilgan bo'lsa, sababini aniqlang va xatoliklarni bartaraf etib, qayta ariza topshiring. Ko'pincha rad etish sababi hujjatlardagi xatoliklar yoki to'liq emaslik bilan bog'liq bo'ladi. 6. Muhim, muddatlarni unutmaslik. Agar nafaqa ma'lum muddatga, masalan 6 oyga tayinlangan bo'lsa, muddat tugashiga 1-2 oy qolganda keyingi davr uchun yangi ariza topshirishni rejalashtiring. Bu uzilishlarsiz to'lovlarni olishingizni ta'minlaydi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun men sizga davlat tomonidan beriladigan muhim qo'shimcha to'lovlarni arizasiz ola olmasligingiz haqidagi juda muhim ma'lumotni yetkazdim. Bu oddiygina o'zgarishdek tuyulishi mumkin. Lekin uning sizning moddiy ahvolingizga ta'siri juda katta bo'lishi mumkin. O'z huquqlaringizni biling, faol bo'ling. Barcha kerakli hujjatlarni o'z vaqtida tayyorlang va arizalarni topshirish muddatlarini o'tkazib yubormang. Shuni unutmangki, davlat tomonidan beriladigan har bir so'm sizning haqqingizdir va uni olish uchun sizdan faqatgina bitta qadam ariza berish talab qilinadi. Shu sababli bu videoni e'tiborsiz qoldirmang. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Siz ham ariza bermaganingiz uchun qandaydir to'lovlarni ola olmay qolganmisiz? Izohlarda o'z tajribangizni va savollaringizni yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazing, chunki bu ularning moliyaviy farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha